joyi yo'q fuqarolarga davlat tomonidan 30 million so'm miqdorigacha qaytarib bermaslik sharti bilan mablag' ajratilmoqda. Xo'sh, ushbu mablag'lar kimlarga beriladi? Olish tartibi qanday? Arizalarni qayerga yozish kerak? Shu kabi savollar sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating, batafsil ma'lumot berib o'taman. Gap shundaki, Iqtisodiyot va Moliya vazirligining ma'lum qilishicha, ipoteka asosida subsidiya olmoqchi bo'lgan fuqarolarga 2026-yil 27-iyul sanasida soat 15:00 dan boshlab arizalarni qabul qilish boshlanadi. Uy-joy olish uchun subsidiya kimlarga ajratiladi? Keling, buni ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, uy-joy yo'q fuqarolarga uy-joy olish uchun subsidiya ajratiladi. Ikkinchidan, oylik maoshi bo'lishi kerak. Er va xotin yoki ayoli yoki turmush o'rtog'ining doimiy ish joyi bo'lishi kerak. Uchinchi sharti esa rasmiy daromad, ya'ni doimiy ishlaydigan joyi bo'lgan fuqarolarga subsidiya, ya'ni uy-joy olish uchun subsidiya ajratiladi. Toshkent shahrida 12 million so'mdan oylik daromad oshmasligi kerak er-xotinni, viloyatlarda esa 3 million so'mdan 9 million so'm atrofida bo'lishi kerak. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, barchaga ma'lum, kvotalar cheklangan. Shu boisdan subsidiyaga ariza qabul qilish jarayoni boshlangandan boshlab arizani topshirsangiz, sizga subsidiya chiqish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Subsidiyaga ariza topshirish uchun esa siz uydan chiqmagan holda my.go orqali topshirishingiz mumkin yoki bo'lmasam yashash manzilingizdagi davlat xizmatlari markazida subsidiyaga ariza topshirishingiz mumkin. Bu Telegram kanalimizga qo'shimcha ma'lumotlar joyladik. Telegram kanalimiz sahifamiz shapkasida va istoriyada.